Assalomu alaykum do'stlar, qadrli futbol ishqibozlari, YouTube kanalim obunachilari, salomatmisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun ham bir video ulashyapmiz. O'zi aslida bu mavzu rejada yo'q edi. Men bitta katta mavzuga tayyorlanayotgandim. Bilasiz, yaqinda klublar o'rtasida jahon chempionati start oladi. Shu oldidan haligi guruhlar, turnir oldi, tahlillar, shunga bag'ishlab bir video qilmoqchi edim. U joylanadi o'z vaqtida. Lekin ungacha kechagi ikkita o'yindan keyin fikrlar to'plandi, ayniqsa finaldan keyin bitta video qilishga qaror qildim va o'zi aslida kech joylanyapti video, rozi bo'lib qo'yasiz. Shuning uchun kechagi Millatlar Ligasi uchrashuvlari haqida to'xtalmoqchiman. Dastlab 3-o'rin uchun bahsdan boshlasak, ozgincha to'xtalib o'tamiz va asosan finalga to'xtalmasak bo'lmaydi. 3-o'rin uchun bahsda Fransiya terma jamoasi Germaniyani 0-2 hisobida taslim etdi va Kylian Mbappe va uning do'stlari 3-o'rinni qo'lga kirityapti. Va tabiiyki Fransiya terma jamoasi kutilgandek g'alaba qozonyapti deyishimiz mumkin, sababi hozirgi Germaniya tarkiban hamin qadar do'stlar. Muammolar juda ko'p. Ayniqsa himoya chizig'ida muammoli nuqta deyishimiz mumkin. Endi o'rta chizig'ini aytishingiz mumkin. Florian Wirtz, Jamal Musiala, shunga o'xshash Goretskalar. Lekin futbolda himoya va darvozabon pozitsiyasi qanchalik muhim ekanligini ko'ryapmiz. Ayniqsa Ter Stegen bilan bog'liq muammolar baribir futbolchidagi shaxsiy masalalari karyerasiga ta'sir qilishini ko'ryapmiz. Uni Barselonadagi konfliktlari, ayniqsa Flick bilan, nemis mutaxassisi bilan bo'layotganligi shu kayfiyatda terma jamoaga kelyapti va ikkita o'yinda 4 ta gol o'tkazib yuboryapti. Bu jiddiy muammo, bu jiddiy muammo. Va himoya chizig'ida ham endi ta'ni aytishingiz mumkin, lekin ta ham qachongida Bayer chempion bo'lgandan keyin ta'ligi bilindi. O'zi aslida eskitdan o'ynab kelayotgan futbolchi edi. O'rta chizig'ida ham Goretska, o'sha Flick davridagi Goretska emasligi bilinyapti va eng ahamiyatli nuqtasi hujum chizig'i do'stlar. Hozir Germaniyada hujumchi tanqisligi kuzatilyapti. Avvalgi darajadagi Miroslav Klose, Mario Gomez va hattoki Thomas Müller darajasidagi hujumchilar yetishmayapti va hattoki shundan kelib chiqib Kai Havertz darajasidagi futbolchilarga ehtiyoj sezilyapti. Buni mana shu ikkita uchrashuvda ko'rdik. Ikkita gol o'tkazgandan keyin kecha javob qaytara olmayapti va tabiiyki Fransiya terma jamoasi bunaqa muammoli jamoalar bilan erkin o'ynaydi, oson o'ynaydi, chunki hujumdagi otlar Fransiyada yaxshiroq harakat qiladi. Va shulardan biri Kylian Mbappe kecha gol urdi va terma jamoa safidagi 50-goliga mualliflik qildi. Rekordga adashmasam 7 ta qolgandi. Olivier Giroud birinchi o'rinda boryapti. U 7 tani ham ursa kerak va endi bemalol bor e'tiborini klubiga qaratsa bo'ladi. Real bilan klublar o'rtasidagi jahon chempionatiga taraddud ko'rsa bo'ladi. Kechagi o'yin atrofida fikrlar shu edi. Fransiya Germaniya 0-2. Darvoqe o'yin yakunlariga qadar Olise ham gol urdi. O'sha vaziyatda Mbappe gol urishi mumkin edi, lekin qizg'anmadi to'pni va Olisega qoldirdi. Olise esa gol muallifiga aylandi. Bundesligada o'ynayotgan futbolchi Germaniya terma jamoasi darvozasini ishg'ol etyapti. Endi Nagelsmann oldida juda ko'plab savollar bor. Yaxshi avlod chiqib qolmasagina Germaniya tuzalmaydi. Yaxshi avlod chiqadigan bo'lsa, bu Germaniyaning o'sha muammoli nuqtalariga o'yinchilar kerak va keyingi jahon chempionatida yaxshi qatnashishi mumkin. Nagelsmann bu muammolarni to'g'rilashi talab qilinadi. Endi agar to'g'rilamasa, kuzga borib iste'fosi e'lon qilinishi ham mumkin. Mana endi do'stlar, finalga to'xtalamiz. Kecha final o'yini bo'lib o'tdi. Portugaliya hamda Ispaniya 40 yoshli Ronaldo 17 yoshli Lamine Yamalga qarshi bahs olib bordi va unda tajriba ustun keldi. Chunki o'yindan oldin juda ko'p afishalarda tajribami, iqtidormi deyilganda tajribaga ko'pchilik muxlislik qilardi, lekin iqtidorni ham muxlislari oxirgi paytda ko'payib borayotgandi. Va Ronaldo siz bu ishni amalga oshirayotganligi Portugaliya terma jamoasini bir tomondan g'alati hissiyotlarni beradi, lekin ikkinchi tomondan xursand qiladiki, Portugaliya terma jamoasi Ronaldo uchun o'ynashni o'rgandi do'stlar. Ronaldo uchun o'ynashni o'rgandi. Ha, bu narsa 2016-yilgi Euro finalda ham bo'lgandi, lekin u favqulodda bo'lib qolgan edi. Haligi Ronaldo uchun o'ynaldi degan hislar yo'q edi. U finalida sovrin uchun deb turib, umuman Portugaliya Euroni yutmaganligini hisobidan do'stlar shunaqa fikrlar bor, lekin 2022-yilgi jahon chempionatidan keyin Argentina Messi uchun o'ynaganligini ko'rdida hamma. Messining o'zi ham yaxshi o'ynadi. Bu yerda e'tiroz yo'q, lekin terma jamoa ham o'ynab qo'ygandi
shulardan kelib chiqib turib 2 yildan beri, 3 yildan beri hamma Portugaliyani tanqid qilayotgan edi. Ronaldo uchun o'ynamaysanlarmi degan mazmunda do'stlar. Lekin kecha Portugaliya rostdan ham Ronaldo uchun o'ynadi va ayniqsa Nuno Mendes do'stlar kecha dahshat o'ynadi. Ham Yamalga o'yin bermadi. Yamal ekstra taymlardan oldin olib tashlandi. 608 ball oldi Lamin. Ham Ronaldoga assist beryapti. O'zi ham birinchi taym oxirlarida gol uryapti. Va eng qizig'i, ikkita to'liq ekstra taym o'ynagan holatda penaltilar seriyasida zarba yo'llayapti. Xotirjam tarzda gol uryapti. Shunday qilib Portugaliya terma jamoasi Millatlar Ligasi chempioniga aylanyapti. Ikkinchi marotaba Ronaldo o'zi uchun juda muhim sovrinni qo'lga kiritdi. Endi o'yin haqida to'xtaladigan bo'lsak, uchrashuv ancha qiziq bo'ldi. Asosiy vaqtda 2-2 hisobi qayd etildi. Ekstra taymlarda gollar ko'rmadik va penaltilar seriyasida Portugaliya 5-3 hisobida g'alaba qozondi. Birinchi taymda ispanlar hisobni ochdi, kombinatsion hujumning evaziga. U yerda Portugaliya himoyasida ham muammolar bo'ldi. Joao Neves qo'pol xatoga yo'l qo'ydi va Diego Costani ancha qiyin holatga tushirib qo'ydi va Martin Zubimendi hisobni ochdi. Keyin Nuno Mendes boya aytganimizdek o'zining solo yurishini evaziga hisobni tenglashtirdi. U yerda hamma pas beradi deb kutib turganda, yo'q, u kirib zarba yo'llab qo'ya qoldi. Keyin esa taym oxirlariga yaqin Mikel Oyarzabal hisobni 2-1 ga yetkazdi. U yerda qarshi hujum bo'ldi. Birinchisida pozitsion kombinatsion bo'lgansa, ikkinchisida qarshi hujum tezkorlik bilan ispanlar yorib kirdi va hisobni 2-1 ga yetkazdi. Ikkinchi taymda dastlabki 15 daqiqalikda Portugaliya faolroq boshladi va shu faolligi 61-daqiqaga kelib golga olib keldi. Nuno Mendes xuddi o'sha avvalgi o'yinda Germaniyaga qarshi bahsdagi yurishini amalga oshirdi va ichkarida nisbatan ochiqroq holatda turgan Ronaldoni ko'rdi va ajoyib pasini amalga oshirdi. U yerda Ronaldoning harakati shunchaki dahshat do'stlar. 40 yoshli futbolchini harakati emas-da bu. Yoshlar ham, hattoki hozir yosh futbolchilar ham bunaqa pozitsiyani tanlay olishni bilmayapti. Ronaldo esa Kukurelani ortidan bo'sh hududga chiqib keldi va hisobni 2-2 ga yetkazdi. Va ikkinchi taym oxirlarida Ronaldo jarohat olib maydonni tark etdi va o'sha zahoti juda ko'plab futbol muxlislarining xayoliga Euro 2016 finali keldi. O'shanda birinchi taym avvallarida mana shunday holat bo'lganda, bunda o'yin oxirlarida va Portugaliya xuddi o'sha finaldagi ssenariyni takrorlagan holatda penaltilar seriyasida chempionga aylandi. Ya'ni ular Ronaldo uchun o'ynab berdi. Shunday qilib Portugaliya terma jamoasi ikkinchi marotaba Millatlar Ligasi chempioniga aylanyapti va bu natija bo'yicha yetakchiga aylanib oldi. Ronaldo va uni personal muxlislarini mana shunday chempionlik bilan tabriklaymiz va endi mana shu tarkib, shu Portugaliya keyingi yilgi mundialda, endi baribir Yevropa saralashdan chiqsa kerak, yorqinroqdek ko'rinyapti. Ronaldo uchun o'ynaydigan bo'lsa, Ronaldo terma jamoa uchun o'ynaydigan bo'lsa, bog'lan bo'ladigan bo'lsa, Portugaliya terma jamoasi keyingi yil o'sha orzu qilib kutilgan chempionlikka erishishi mumkin. Tarkib bunday olib qarasa yomon emas. Ijrochilar bor, yaxshi darvozaboni bor, himoya chizig'i ancha tartibli, o'rtada IQsi yuqori bo'lgan Vitinha singari futbolchilar bor, qanotlar ancha tez, otdan tez Mendes bor va Ronaldo faktori. Agar shular yetarlicha bog'lan bo'la oladigan bo'lsa, ko'p ehtimol keyingi yilgi jahon chempionatida biz boshqacha Portugaliyani ko'ramiz shekilli. Do'stlar, videomiz mana shu nuqtada o'z yakuniga yetyapti. Buguncha shular edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'linglar.